Bugungi darsimiz Python dasturlashtirining FastAPI framework haqida bo'ladi. Dastlab FastAPIning rasmiy saytini ochib olamiz. FastAPI haqida gaplashamiz. FastAPI 2018-yil Sibetsan Ramirez tomonidan ishlab chiqilgan bu Python dasturlashtirining zamonaviy hamda tezkor web ramkasi, ya'ni web framework hisoblanadi. FastAPI asosan u RESTful API larni yaratish uchun mo'ljallangan. Shu nimada FastAPI da RESTful API yoki API nima deyilgan savol paydo bo'lishi mumkin. Ya'ni dasturlashga birinchi kirayotgan odamda albatta API nima, RESTful API nima savol bo'ladi. Avvalambor API ga ta'rif beradigan bo'lsak, API bu Application Programming Interface, ya'ni bu dasturlarni bir-biri bilan gaplashish uchun vosita. Ya'ni API bu bir dasturdan ikkinchi dasturga ma'lumot olish yoki yuborish uchun ishlatiladigan vosita hisoblanadi. Endi esa boya aytganimiz, ya'ni RESTful API haqida. RESTful API bu API yozishning eng mashhur usullaridan biri bo'lib, REST ya'ni Receptional State Transfer qoidalariga amal qiladi. Oddiy qilib aytganda, bu server bilan ishlashda HTTP metodlari orqali ma'lumot olish, qo'shish, o'zgartirish, o'chirish va yaratish imkonini beradi. Ya'ni bitta mobil ilovada siz ma'lumot yaratishingiz, o'chirishingiz, tahrirlashingiz mumkin. O'sha mobil ilovaning web saytida shu yaratilgan ma'lumotlaringiz, bajarilgan amallaringiz RESTful API orqali xuddi o'sha web saytda ham paydo bo'ladi yoki o'chadi yoki tahrirlanadi. O'sha amallar RESTful API ga misol bo'ladi. Tabiiy real voqea bilan tushuntiradigan bo'lsak. FastAPI haqida gaplashadigan bo'lsak, men FastAPIni mana shu fastapi.tingalo.com saytidan o'rganishni tavsiya qilaman. Bu o'zining rasmiy veb sayti. Bu veb saytda FastAPIni yangilangan versiyalari, ulardagi barcha dokumentatsiyani xuddi mana shu saytda ko'rib borishingiz mumkin. Qolaversa, men o'zimning o'quvchilarim uchun Python dasturlash kursi uchun Google Colab'da ya'ni ma'ruza matnlari va o'tiladigan ish reja bo'yicha mundarejalarni tuzib olganman. O'sha mundareja bo'yicha sizlarga ham havolani tashlab qo'yaman. Bemalol barcha foydalanishi mumkin. Ya'ni bu ma'ruza matnida o'zbek tilida ta'riflar, ularni ishlash prinsipi va kod uchun namunalar batafsil ko'rsatib o'tilgan. FastAPI ga ta'rif beradigan bo'lsak, FastAPI bu asosan Python web framework dedik. Python web framework hisoblanib, u Starlet hamda Pydantic ustiga qurilgan. Ya'ni FastAPI frameworkimiz Starlet hamda Pydantic ustiga qurilgan. Starlet bu server qismini boshqaruvchi framework. Pydantic esa ma'lumotlar modelini tekshiruvchi kutubxona. Ya'ni Pydantic orqali ma'lumotlarni type check qiladi, ya'ni validatsiyasini amalga oshiradi. Starlet bilan server qismini boshqaradi. FastAPIni ishlashni mana shu rasm orqali tushunishimiz mumkin. Batafsil shu rasmda aniq ko'rsatilgan. Ya'ni FastAPI arxitekturasi. Ya'ni bu tarafda mana klient, ya'ni userlarimiz web saytga yoki aniq bir platformaga so'rov yuboradi. Ya'ni yuborilgan so'rovimiz UVCorn serverga keladi. UVCorn server bu nima? UVCorn server bu SSJ server, ya'ni tarmoqdan kelgan HTTP so'rovlarini qabul qiladi va SSJ protokoli orqali ilovada topshiradi. U
asosan asinxron server hisoblanib, juda yengil va tez ishlovchi server hisoblanadi. Undan keyin shu web Uvicorn serverdan qabul qilingan so'rov yoki yuborilgan respons shu routing, ya'ni routing fayllar orqali, logi fayllar orqali REST API bajariladi. Ya'ni get so'rovi yoki post so'rovi amalga oshiriladi. Routing faylida asosiy shu yaratilayotgan nimamizni, platformamizni logik qismi yoziladi va shu logik qismida masalan REST API, ya'ni CRUD amallari bajariladi yoki shunga o'xshash boshqa asosiy biznes logikani shu routingda yoziladi va Pydantic orqali shu ma'lumotlar, ya'ni ma'lumotlarni qabul qilish yoki yuborish uchun ma'lumotlar type check qilinadi. Ya'ni HTTP so'rovda yuborilayotgan ma'lumot turi modeldagi ma'lumot turiga to'g'ri yoki xato ekanligi tekshiriladi. Model qismida esa bu, ya'ni SQL Alchemy ORM da, ya'ni model qismi yoziladi. Model qismida bilasizlarki, yaratayotgan kontentimizning modeli tuziladi, ya'ni strukturasi. Masalan, kontentimiz sarlavhadan, keyin rasmdan va rasm tagida asosiy ma'ruza matni qismidan iborat bo'ladi degan shaklda modeli tuziladi. Va databaseda esa shu modelda tuzilgan ma'lumotlar database faylida ma'lumotlar bazasiga saqlash uchun yoziladi. Va shu orqali Uvicorn serverimiz ishlaydi. Ishlash prinsipi asosan routing, Pydantic va models qismlaridan iborat. Keyin FastAPI boyagi aytganimizdek asinxron dasturlash dedik. Ya'ni asinxron bu tez va bir necha ming so'rovlarga bir vaqtda, ya'ni parallel ravishda javob beruvchi framework hisoblanadi. Ya'ni shu veb-saytimizga bir necha minglagan so'rovlar bir paytda keladigan bo'lsa, o'sha so'rovlarga parallel ravishda javob berganligi uchun bu tez hamda zamonaviy framework sifatida ko'p ishlatiladi.